Fazilat tərbiyesi ata-anadan başlandı namlıq kitabının davamı huzurunlarda. Mikrofon aldıda Ali Nur Ablı Seydar. İkinci bab. Talantlıq balalarını yetiştirişke hazırlanış. Ata-ananın məcburiyyəti. İnsaniyyət tarixidəki məşhur şəxslərinin ballarının heç qandaq utuq qazanılmağanlığı dadamның diqqətini qozğan. Şunun bilan u bu haqda o'ylanishga başlagan. Ersiyyət peni nuqtasidan aytganda, məşhur kişilərinin ballarının tug'ma sapası odatdagi kishilarga selishtiruqsiz darajada afzallikka ega bo'ladi. Ammo məşhur kishilarning bolalarining to'lisi nemishqa odatdagi odam bo'lib qoladi? Dadamның qarashicha, məşhur şəxslər özlərinin kəsbi bilan aldirash bo'lib ketib, ballarının tərbiyəsiga ko'ngil bilənməydi. Şunu dadam, balalarning yaramlıq odam bo'lish bo'lmasligi, ata-onalarning ularga qancha ko'ngil bilganligiga bog'liq degan xulosaga kelgan. Mening o'sib yetilishim haqiqatan dadamning ilmiy ham ehtiyotchanlik bilan elib berilgan tarbiyasi bilan chambarchas bog'langan. Biroq yana shuni aytqim keladiki, apamның man qilgan cheksiz g'amxo'rligining rolimi nihoyat cho'ng. Uning g'amxo'rligi garchi kichik ishlarda ifodalansimi, lekin u butkul o'sib yetilish jarayonimda meni ajoyib illiq baxt tuyg'usiga cho'mdirgan edi. Bu xil ovozsiz tarbiya menga kishilarga yaxshi muomala qilishni o'rgatgan edi. Bir bolaning cho'ng bo'lganda go'zal fazilat va baxtli turmushning egasi bo'lish yoki bo'la olmasligi uning kishilarga tutgan muomalasiga bog'liq deb aytishga tamoman bo'ladi. Ayolim ilgari menga, o'g'lim William, aşı g'ubarsiz ko'zlari bilan tunji navbat menga tikilgan shu minutda jenim tenimda bo'lsa-la, suyimlik bolamga har minut, har sekundda ko'ngil bilib turaman, deb ko'nglimda qasam qilgan edim, degan edi. Ona mehri ayollarning ulug' tabiati. Uni o'rganishning hojati yo'q. Analar garchi balalar turmushidagi ushaq ishlardan xabar olsa-mu, ammo inchikilab ishlashni talab qiladigan mushundaq ushaq ishlarning keyniga yoshiringan cheksiz ko'yimchanlik dal balalarni olg'a bostiradigan harakatlantirgich kuchdir. Analarning ko'yinishi va ilhomi balalarga o'zlarining qanchalik muhim odam ekanligini his qildiradi. Shuning bilan ular to'xtamay tirishidi. Onasining umidini yerda qo'ymaydi. Ana bo'lish ayollarning muhim salohiyati deb qaraladi. Onalik mehri ulardagi afzallik, shundaqla kuch-quvvatning buliqi hisoblandi. Yazgıcı Danfi Kasiro, ayol turmushidan mustasno ayol bo'lmaydi. Bir ayol ona bo'lgandala ondan haqiqiy ayol hisoblanadi. Balaning jimi ishlariga ona mas'ul bo'lish kerak, deb yozgan. U garchi onaning rolini biroz mubolag'a qilib aytgan bo'lsa-mu, biroq shuni inkor qilishga bo'lmaydi-ki, onalar zimmasiga olgan bola uchun xotirjam turmush sharoiti hozirlashdek muhim rolni boshqa hech kim o'rinlayolmaydi. Biroq hozirgi jamiyatimizda analar bola tug'ilib 6 oydan keyin xizmatga tushish kerak, bolaga bola boquvchi qarsimi bo'laveradi deydigan yangi bir xil ko'z qarash bosh ko'tarib chiqdi. Natijada bu vaqtlar nihoyat baldurlar ona mehridan ayrilib qoldi. Hech bo'lmaganda xizmat vaqtlarida onasi bilan birga bo'lolmaydigan bo'ldi. Nurg'un kishilar onalar uzoq mezgil uyda o'ltirsa, ruhiy jihatda besim his qiladi. Shunga ular chiqib ishlash kerak deb qaraydi. Bu xil qarashdagilar balkim o'ylab baxmagan bo'lishi mumkin. Bu xil besim amaliyotda jismoniy jihatga horg'inlikdan kelib chiqqan. Chunki bu vaqt tug'ilgandan keyingi bir qancha oyda ona bolaning holidan xabar olish uchun to'limi charchab uyqusiz qoladi. Badanning oromsizligi kayfiyatning nacharlashishini keltirib chiqaradi. Onalardagi besimning yana bir sababi shuki, hozirgi zamonda keng umumlashgan qarash bo'yicha aytganda, agar bir ayol uyda o'ltirib bolaga qarsa, bu uning davriga moslasha olmaganligi va mustaqillik ruhiga ega emas ekanligini ko'rsatadi. Vazni yenik hozirgi zamon kishilari onaning muhimligiga sal qaravotadi. Ular kasbdagi muvaffaqiyatga ahamiyat beryotadi. Ularning nazarida ayollarning uyda o'tirib bola tarbiyalashidek shaxsiyatsiz beg'ishlash ruhi hech nimaga arzimaydigan, qilchilik ahamiyati yo'q ish bo'lib, insondagi afzallik tuyg'usi va muvaffaqiyat tuyg'usi xizmatdan keladi. Qo'lidan hech qanday ish kelmaydigan odamlar uyda o'ltirib, uy ishlarini qilib bola boqadi deb qaraydi. Hozirgi zamon kishilari cho'qinadigan shaxsiyatchilik odamlarni ona mehrining muhimligiga sal qaraydigan qilib qo'ydi.
Chunki shaxsiyatchilikning ahamiyat beradiğini o'z-o'zini takomillashtirish bo'lib, hargizmi oiladagi yaqinlik emas. Ilgari biz onaning muhimligini haddidan ziyoda ta'kidladik. Ayollar uyda o'tirib, eri va bolalarining holidan xabar olish kerak deb qaradik. Hozir bo'lsa uning aksicha, ayollar bunda qilmasimi bo'ladi deb onaning oiladagi muhim rolini butunlay inkor qilyapmiz. Bütün vücudu bilan balaning holidan xabar olishdan tortib, balaga burunqidek ko'ngil bo'lib ketmaslik bo'lgan bu o'zgarish jamiyatimizga nihoyat cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Bu sal qarashqa bo'lmaydigan ijtimoiy hodisa. Shubhisizki, ona mehriga qanmagan balalarning kelgusida cho'ng natijalarga erishishi tas ish. Chunki ona mehri balalarning o'sib yetilishida kam bo'lsa bo'lmaydigan shartdir. Yangi tug'ilgan buvaqqa nisbatan aytganda, onaning illiq teni uning barliq dunyosi. Bala tasalli izdiganda uningga ona tenidan rohatrak makon yo'q. Bala ona qo'ynida o'zini intayin bexatar his qiladi. Onaning bag'ri balani tashqi dunyoning ta'siridan to'sib qolmay, yana sherin sut buluqidir. Onaning ko'ngil qo'yib tarbiyalash bo'lgandala, bala onadan bexatar ham baxtlik o'sib yetilish fursatiga erisha oladi. Hamma balaning nazarida o'z onasi jimi yaxshilikning ulgisi. Shundoq bo'lg'achqa, onaning hammali ish harakati, gap so'zlari tabiiy holda balaga cho'nqur ta'sir ko'rsatadi. Onalar balalarga doim hamroh bo'lsa, har qanday ahvolga yo'liqqanda ularning yendi bo'lib ba'zlab tursa, balalar tabiiy holda oq ko'ngil odam bo'lib yetishib chiqadi. Buningdan boshqa, ona balaning ko'proq billa bo'lishi ular o'rtasidagi eng yaxshi hissiyot almashtirishdir. Ilmiy tadqiqot shuni isbotladiki, homila qo'rsoqdagi chog'da onasining ovozini anglay oladigan bo'lib, onasining o'ziga xos so'zlash ritmini tug'ilgandan keyin esida saqlay oladi. Bu vaqt onasining ovozini anglashni eng yaxshi ko'radi. Onasining har bir eg'iz so'zi balaning o'zini va dunyoni tushunishiga yordam beradi. Ana balaning dunyoni tushunishidagi birdan-bir vositasidir. Qaysi ishlarni qilishga bo'ladi, qaysi ishlarni qilishga bo'lmaydi, kim do'stona, kim do'stona emas. Mana bularning hammasini bala onasidan o'rganadi. Balaning qalb dunyosiga va bala nazaridagi tashqi dunyoga ta'bir bergichmi, oxirgi hisobda yanada o'z onasidir. Ona yana balasining o'z hissiyotini, talablarini to'g'ri ifodalashiga yetakchilik qiladi. Onaning umidga to'lgan qalbi va gap so'zlari balasining qiyinchilik va umidsizligini yengdigan ishonch tiklishiga yordam beradi. Onalar o'zlarining muhim o'rnini tunib yetishi zarur. Ular ilgirki fazilatlik onalarga o'xshash balalarning o'sib yetilish jarayoniga ishtirok qilishi ham buningdan keladigan shodlik tuyg'usini his qila olish kerak. Men onalar o'z g'oyasidan voz kechish kerak demoqchi emas. Hamma ayollar xizmat qilmasin demoqchi emas. Meningcha ular bola tug'ilishdan avval o'zi yaxshi ko'rgan xizmatni ishlasa bo'ladi. Balalar cho'ng bo'lgandan keyin ondan o'z g'oyasi uchun kurash qilsa-mu ulguradi. Hech bo'lmaganda bola 1 yoshga kirishdan burun balaning holidan amal bor ona o'zi xabar olgan tuzuk. Ismi jismiga loyiq ona balasining asosiy turmush ehtiyojlarini qanday qondirishni biladi. Onalar tuvandagi 3 muhim ishni bilib olish zarur. Uning birinchisi bola bilan birga bo'lishga yetarli vaqt ajratish kerak. Bo'libmi yangi tug'ilgan buvaqqa texim shundoq. Ana uzun muddat bola bilan birga bo'lgandila, paydinpay bu xil turmushga ko'nadi. Ham o'zining 6-sezgisiga tayinib, balasining ehtiyojlarini qondirishni o'rganib oladi. Nurg'un analar shundoq kechirmishga ega. Ya'ni ular balasini yig'lashdan sal burun uyqudan uyg'onib ketadi ekan. Demak, ona bola o'rtasida bir xil tabiiy ma'naviy bog'lanish bo'ladi. Onaning hamrohligi balani xushal qiladi. Ba'zida ular yig'lash, agishish yoki emish bahonasida onasini yendi ilib qolmoqchi bo'ladi. Balalar qarash onaga nisbatan yukmi yoki baxtmi degan masalaga kelsak, bu butunlay onalarning qandoq o'ylashiga bog'liq. Nevra singlim ilgari menga shundoq degan edi. Qizim tug'ilib 3 oydan keyin men xizmatga tushdim. Nayt oq ko'ngil bir qizni bal beqishga taklif qildim. Uzoq o'tmayli shuni bayqadimki, qizimdan ayrilib uni bek seg'indi ekanman. Bala boqquchi nayt xushbeyil, mas'uliyatchan qiz bo'lib, u balani beqish jarayonida bal beqish xotirasi yezib mangan edi. U xotirasiga qizimning tunji qatim xushallikdan to'lg'inni, achchiq-chuchuk meva sharbatidan tunji qatim tetigandiki, kulkili qiyofatini xotirlab qo'ygan edi.
Әпсус, оның anısı болған mən aşu hayacanlıq minutlarda onun bilan birga bo'la olmagan edim. Hozir o'ylasam, kasbga berilib ketib, balamga o'zim qarmag'anim haqiqatan xato bo'pti. Pulni topqili bo'ladi ekan, ammo ash xo'shal chaqlar endi mangu kelmas ketadi ekan. Ana bola o'rtasidagi mehr rishtasi paydin-pay shakllandi. Ana bilan buvoq uzoq birga bo'lish jarayonida o'zaro tadrijiy holda qarshi tarafning badan tilini tushunadi. Shuning bilan ular o'rtasidagi moslashish tuyg'usi bargan sari kuchaydi. Shuning uchun agar ona bilan bolaning birga bo'lish vaqti baq qisqa bo'lganda, yaqinlik, amroqlikni shakllantirish tasga to'xtaydi. Analar bilishga tegishli ikkinchi ish shuki, muvaffaq paytda boladan ayrilib, biroz orom elib olib, o'zini ruhiy va jismoniy jihatdan tanishib olishni bilish kerak. Bir ana atdegandan kashkichi bola qarab, uy ishlarini qilib, degidek hol qolmasa, charchab, mijozimi osonlashib ketadi. Asan achchiqlaydigan bo'lib qoladi. Analar bola buvoqliq mezgilda emas, balki bolaning butkul o'sib yetilish jarayonidami boshqalarning qo'llashiga, madadiga muhtoj. Bola mustaqil harakat qila oladigan bo'lgandan keyin chatoq terishga boshlaydi. Har bir ana bolasining o'shiqchi energiyasi sababidan terilgan chatoqlarning ta'min tetib baqqan. Shunga ana zarurat tepilganda oiladagi boshqa a'zolardan yordam talab qilsa bo'ladi. Eng oxirgi bir nuqta shuki, bolaning holidan ko'ngil qo'yib xabar olish onaning tabiati va burchi. Biroq onalar o'ziga baq qattiq talab qo'yib olmasin bo'ladi. Chunki real turmush xilma-xil masala va ziddiyatlar bilan to'lgan bo'ladi. Masalan, iqtisod masalasi, sog'lomlik masalasi va nikoh masalasi degandek. Buningdan boshqa har qanday odam bak ko'p besimga bardoshlik berolmaydi. Ba'zi onalar bolalarini boshqarishga petinolmaydi. Buningdagi sabablarning biri ularning bola tarbiyalashga qarata ishonchisi yo'q. O'zlarining xatolashib qolishidan ansiraydi. Men tekshirish jarayonida har qaysi qatlamdagi onalar bilan ko'rishdim. Ammo o'zini layoqatli ona deb qaraydigan biror onani uchirtib boqmadim. Amaliyotda, agar ular ash kichikkin xatoliklarni ko'ptirib o'tmagan bo'lsa, nurg'un ayollar allaqachon layoqatli onaga aylangan bo'ladi. Ana har doim bolaga ko'yinsa, muvaffaq bo'lmagan tarbiya usulini o'z vaqtida tuzitib maqdiganlar bo'lsa, ismi jismiga loyiq layoqatli ona bo'la oladi. Balalar kam kuytisiz, mangu xatolik o'tkazmaydigan onaga muhtoj emas. Ana vujudidagi ortiqchilik va kamchiliklar balaning o'sib yetilishiga cho'ng ta'sir ko'rsatadi. Ana o'ziga qattiq talab qo'yib olib, xatolik o'tkazishdan qo'rqib yursa, bola moshining ta'sirida bir izda to'xtab qolib, olg'a ilgiliyolmaydi. O'zining hayotlik nishoniga yetolmaydi. Agar ana xatoliklarga aktiv va umidvor pozitsiya bilan yuzlana olsa, bolasidimi savallikdan qo'rqadigan besim mavjud bo'lmaydi. Mag'lub bo'lgan taqdirdimi o'rnidan dast tura oladi. Analarga selishtirganda, dadalar bola beqish masalasida o'zlarini bu ishga olisholmaydigandek his qilishidi. Erlardagi bu xil o'ziga ishonmaslik va o'zini inkor qilish tuyg'usi bola tug'ilgan shu minutda boshlangan bo'lib, buningdagi sabab bolani ona tug'ilganligi, bolaning ona sutini emib cho'ng bo'lganligi, yangi tug'ilgan bu vaqt tunji muhabbatini onasiga bag'ishlaydiganligidandir. Bola kichik vaqtida hamisha onasi bilan birga bo'lishni xohlaydi. Şuna dadalar özlerini bal beqish bilan munosabati yo'q odamdek his qilishidi. Real turmushda kishilar dadaning asosiy vazifasi pul tepib uydagilarni beqish, hargizmi bal beqish emas deb qaraydi. Agar erlar bal beqishni kasbdan yuqori o'rin qo'ysa, boshqalarga yaramsizdek ta'sir berib qo'ydi. Shunga odatda balalarning holidan ona xabar oladi. Bu jihatda ularning iqtidori bor. Fikir qilish huquqimi albatta shularda bo'ladi. Haftada 60-70 soat ishlaydigan dadaning xotin bolalarga qarg'udak vaqti bo'lmaydi albatta. Bir yoshda da ilgari og'ringan holda menga shundoq degan edi. Uning ayoli har qatim sirtqa chiqadigan chog'da ikki bolasidan faqat xotirjam bo'lolmaydi ekan. Hamisha bola nima yeydi, yemaklikning issiq sovuq darajasi qandoq, bola nimani o'ynasa bo'ladi, nimani o'ynasa bo'lmaydi degandek ishlarni qog'ozga yozib qo'ydi ekan. Amaliyotda ona bilan dadaning bola qalbidagi o'rni o'xshashli muhim. Biroq nurg'un dadalar yanala bolalar bizga muhtoj emas deb qaraydi-da, asta-asta bola beqish masalasiga sal qaraydigan bo'lib qoladi. Hatto otaliq majburiyatini o'tashni xohlamaydigan bo'lib qoladi.
Bundaq bo'lishning sababi ajdodlarimiz azaldan otaning majburiyati ishlab oilaliklarni beqish. Shuning bilan birga dodi yana oilaning qo'g'dug'uchisi, to'riki deb qarab kelganligida. Shunga otaning oiladik o'rni hammadan yuqori. Halbuki bugungi kunga kelganda otalarning mas'uliyat doirasi ilgirkidek aniq bo'lmay qoldi. Erlar markaz qilingan oila shakli tavrab qoldi. Nurg'un kishilar biri yaxshi dada ona bo'lishi, o'z bolasiga onadek kuyinishi, ko'ngil bo'lishi kerak degan yangi qarashni qabul qildi. Dadalarning qanday qilishni bilolmaslikdek ahvoliga nisbatan psixolog Lavrenis doktorning tadqiqot natijasi shu bo'ldiki, agar erlar bolasiga onalarcha kuyinsa, tezli psixologik to'salg'iga uchrab, oxiri hamon bolaning turmushdan chekinib chiqadi ekan. Shunglashqa dadalar o'zi qilishga tegishli ishni qilish kerakki, onalarga o'xshash muloyim, kuyimchan bo'lishni qo'g'lishib ketishning hojati yo'q ekan. Ona bilan dada o'rtasidagi jinsiy farq tufaylidan ularning o'z muhabbatini ifodalash shaklimi o'xshashmaydi. Biroq bolalarga nisbatan aytganda, bu ikki xil muhabbatning ikkilisi muhim bo'lib, har qanday biri kam bo'lsa bo'lmaydi. Doktor Lavrenisning tadqiqot natijasida ma'lum bo'ldiki, bolaga nisbatan onaning roli haydakchilik qilish va tasalli berish bo'lsa, dada o'z vujudidagi hayotiy kuchi orqali bolaga turmush qizg'inligini his qildirib, ruhini urg'utadi. Onaning illiq muhabbati bolaga tasalli bo'ladi. Onaning yumshoq ovozi bola qalbini tinchlantiradi. Bolaning hissiy dunyosi asosligi o'z onasi orqali shakllandi. Bola o'ngsizlik uchirganda onaning tasallisi bolaning kayfiyatini tangshiyalaydi. Dadaning sog'lom obrazi va aktiv turmush pozitsiyasi bolada aktiv ilgirlaydigan mas'uliyatchan turmush qarashini yetildiradi. Onalar nisbatan ojizroq bo'lg'achqa, bolalarning nazarida otalarning muhabbati kuch-quvvatga to'lgan bo'ladi. Otalar bolalarga beradigan bexatarlik tuyg'usini boshqa hech qanday odam bilan selishtirish mumkin emas. Otalar garchi bola beqish jihatda onalarga yetmasimi, ammo ular o'z usuli bo'yicha bolaning turmushiga ishtirok qiladi. Hayotiy kuchga to'lgan o'yin, xo'shal kulgi sadolari, bir qatimliq dala saylisi, balani muvaffaq jismoniy emgaklarga qatnashtirish, taladan uy kirganda balani egiz ko'tarib o'ynatish, mana bularning hammasi dadaning balaga bo'lgan kuyinishi, muhabbatini ifodalaydi. Doktor Lavrenis ba'zi oilalarni uzoq mezgil iz qo'g'lab tekshirgan. Natijada dada balaning kundalik turmushi qatnashsa, balaning hissiy taraqqiyotini zo'r darajada ilgari surgil bo'lganligini, doim dadasi bilan birga bo'lgan balaning hesdashlik tuyg'usiga teqimi boy, psixikasi teqimi sog'lom bo'lganligini bayqagan. Balalarning qalbidagi ona obrazi mehr, shafqat, ozodalik bilan bog'lansa, dada obrazi olg'a intilish ruhi va jushqunlikdan darak beradi. Ota-onasining muhabbati va ko'nishidan tang bahramand bo'lib cho'ng bo'lgan bola har ikki tarafning ortiqchiliklariga varislik qilib, ham tamkin, ham jonli xarakterga ega odam bo'lib chiqadi. Shuning uchun layoqatlik ota-ona o'zlariga xos usul bilan bolalarining butkul o'sib yetilish jarayoniga aktiv ishtirok qilishni biladi.